2 noyabr sanasida men ota uyim remontini boshlayman deb video joylagan edim. Shuncha vaqt o'tib, uyimizda qanaqa o'zgarishlar bo'lganligi haqida ushbu videoni chiqarmoqchiman. Birinchi o'rinda uyimizda shunaqangi fasad qismi travertin bo'ldi. Esingizda bo'lsa, bizda pastki qismimiz shag'al bo'lgan, burchakkaga o'zgartirdik. Yon taraflarimiz keramogranit bo'ldi, devorlari travertin bo'ldi. Ustachilikda ancha narsani tushunib qoldim. Oldin hech narsa bilmasdim. Uyimiz mana bunaqa qiyaligi qurilgani hisobiga biz uni raznitsasini to'g'rilashimiz uchun uyga hovlisi tepaga ko'tarilib, to'g'rilamagan joylarimizni, juda ham balandlik qilgan joylarni shunaqa 3 ta zina bilan yopvordik. 21-yanvar kuni akamning to'ylari, 17-chi uzog'i bilan 18-sanagacha meni challenge'im tugaydi. Ya'ni remont o't ido tugashi kerak. Va xudo xohlasa o'shanda sizlarga eng oxirgi tugagan variantdagi uylarni videosini ham joylayman. Unda mebellar bo'ladi, pardalar bo'ladi va albatta eshik derazlarimiz ham bitadi. Xonamiz esinglarda bo'lsa shunaqa konsovkada ko'rinishga keldi. Emulsiyalarini rangini shaxsan o'zim tanlaganman. Bu yoqda oshxonamizning mebeli ichki qismlari xudo xohlasa yana dushanba kuni kelib ustki qismlarini yopishtirib mana bu yerga qotiriladi. Shu bilan bizning oshxonamizning ishlari bitadi, ichiga texnikalari kiradi. Eng menga yoqqan jihati bizning oshxonamizda endi pastda moyka bo'ladi. Ura! Eng ko'p vaqtimizni olgan qismi aynan mana shu tomonda joylashgan, chunki bu eski uylardan bo'lgan va o'sha paytda ustalar teshani bunday qilib turishganda, voy o'sha teparoqqa bunday bosib olgan deb orientir olishgan ekan. O'sha hisobiga uylarda juda ham katta nomutanosiblik, ya'ni qiyshiqlik bo'lgan. Shuning hisobiga biz qop-qop rotminlar bilan uyga to'g'irladik, ketdik. Bu bizning kirganimizda 10 xonamiz, xudo xohlasa gostinniy bo'ladi. Rangini o'zim tanladim. Aynan mana bu taglari avtorskiy, naqshlargacha o'zim tanlab, chizmalarni ham o'zim chizib berdim. Tarketlar yopishtirildi. U yoqda ham hozir tarket qilinyapti. Va kirganimizda bu xona bor. Emulsiyalari va bu yoqda ham xuddi shunaqa hamma xonaga bir xil qilib naqshlarni, taglarini uni ham shaxsan o'zim yopishtirdim desam. Bu xonamizda tarket bo'lmadi, sababi bu yoqda sandal bor. Adam bu sandalni qoldirdilar. Men ham juda ham xursandman qolganidan, chunki shu sandal bilan men katta bo'lganman. Xudo xohlasa bu xona mana Adam bilan oyim yotoqxonalari bo'ladi, spalnilari, rangi shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bu yoqda mana bizani ikkinchi gostiniyimizning xonasi ko'rinishi. Yozda xudo xohlasa o'tiriladi bu xonada. 2-noyabrda boshlangan remontimiz shu kunga qadar shuncha narsalar bilan tugadi. Kimsa aktrisalarni keyin tashlasam aniq prorab bo'laman. Insofli prorab. Plus video tugadi.